Nasıl bir deydigen. Cindadagi dükkanıma. Ha. Şu demesem bo'lmaydigan bir gap so'z chiqib qoldi desa, bek demesam bo'lmaydigan holat mana shakllanib qoldi. Nima qilyapqanda? Nima qilyaplar? Nima keldimi? Kelib qolsam-ku. Ha, men tarafga o'tgan tamsini nima qilyapqanda? Deb chirib chiqay debdi ha. O'sha aytishgan. Bozor qandoq? Bizami ish qilib midilab turda qazdir ko'pdir. Shu endi uni buni retlab bu ham qilib degandek bozor chiqqanmi bugun cho'lavasi tomoq yeymayman bu yerda. Ha, shumi mushang o'tgan ya belli yemizmiki debdi ha. Bo'laba qo'saq ichib ketdi, tomoq ag'iz kelmadimi? Ha, shu ya belli tomoq yemiz, yema o'y tomoq atmasam. Ota o'zim yolg'iz berib tomoq yeyishni nim qilib, mushang chigandim tomoq yeganmidi, yemaganmidi deb. Tomoq yemidim. Shu sen tomoq yeganmidi deb. Cho'pajib yarishibdi janga. Yarishibdimi? Shu yangli qo'ygan ekan, payz ketdi. Ha, bek yarishibdi-ku, yarishib o'tib ketibdi. Bo'yim bek o'lchamlik. Vaqtima bek esilgan. Bu menda olmaysan. Bozorda ileyvajima. Sizdan oldim, sizda chapan tursa olmaydi, lekin men chapan bek yorib qoldi, yangilik deb bek tanlabdi, 100% jo'ng deb. Vaqtima bek yaxshi chiqdi ekan, lekin. Yaxshi dedi bana. Vay. Fukam yaxshi turdingmi? Yaxshi, o'zing salomat edingmi? Nima yaxshi? Acha nimishlar o'g'rashirisa? Men uch akani qasha kelgandim, fukam hitkaga. Qo'yla acha yiliqma she'rni bek shurken siqib, menga og'ritib etdi. Burun olmayman desam, uni voy zo'lab sarangda ichib birda. Endi qopab bek menga og'ritib, maqzal sarang qiladi. Shuni olama yiliqi. Tepekkur ko'chitkilik dukkanimdan sudalik berib deydigan. Cindadagi dukkanima? Ha. Aş dükkanı olsun bir içip bir zuvansal bir jığılıp tutsam işlerimden şu ağış desem. Depte şu men mağ kızımdan micazı yok doktorxanda olap kaldım. Hazır takşilerden çıqqandım. Sen bir kapıma özden bir berip dükkanı bir köste başkalarını ötkizip bir kelsen olduqmuş. Acam sen izleydi dep koyup dikeme. Yana gelip da acam dinlediğim indi. Ha, men o telefon numaranı yollab qo'yaman, ko'rishib baş dukkanı. Ha, ma'qul. Hozir men numarani yo'llab qo'yacağım. Ha, ma'qul. Ma'qul. Nimaning qalbisi ekan bu? Voylar she'rni yodishi, buning qalbi 300 ming ko'pay qaytibdi ekan. Hozir shu menga pulni va deb buni yozib bekchidil qilib ketdi deganda hozir yana shu 5 ming olib kelibdi, jindalik dukkanni olsin beray. Shu dukkanni ichib tutsin deb boshladi. Dukkanni beramdi ekan? Ha, dukkanni berdi ekan. Nima ish qilgan? Ha, shu 300 ming pulimni va men unda tijorat payqatmagan sana berib turgan deb turvaga o'xshaydi hamda. Shuning bilan shu pul deb qolib qolgan ekan, shu dukkanni berdigan bo'libdi. Dukkanni beramdi ekan? Ha. Shu jindadagi dukkanni olsin beray, og'zi bersa bir shumulson. Berib bilan shuni ko'rsatib qo'ygan deydi. Bo'lib siz o'zing tomoq yeb tutsa, men qachchidan berib ko'rishib, aldig'imdan shuni deb deyib ko'rsatib bilan kelay. Ha, vaqtsa kerak berib bunday bo'lsa. Ma'qul xo'sh, telefonlashaylar. Ma'qul xo'sh. Ma qiz bilan qolsa qishib ketdimi ya? Zadg'o, bunda odamda vafo kelmaydi. Qas kunsa voy garxinimda ilvasa, singillardan qayna, singillarda ilvasa deb chalva qilib tulsunni qo'yib xiymingda qilib o'tibdi. Endi yana o'zgonlarda bichamiz ikki paxtak soqay debdi-da. Meni o'zdimaydiganligimni bildi, xiymingdan qilib o'tgan ekan. Anandan kenimda pulni meni demaydi deb ko'nglida. Pulni deb cho'ntak sanmoqchi, do'konga ega olmoqchi. Da bo'sh go'sh va shu qasmaqi yo'q bu yerda. Telefon qilay garxinimga. Qanday bo'ldilar? Qo'ynondan isqonjinga debdi-ki, ya bir oz bulamisa va Hey. Kom yaxshimi bilan to'lama? Yaxshi, o'zlarga salomat olma. Yaxshi, sizlarga Yasinja opaman bilan sizlik to'lama. Emiran sizlar. Nima ketlar uzun bo'ldi ko'rishamidik. Akasıma bir şirket bastırırsa aldırışlap kaldım size. İlaçlığı diye işlerim. Onun yanı suyla kübremsen sen kutladıp hoşluk model cüp geledi ki kapılıkmışım. Kızımın micazı yok akşamdan ya. Onun ya hazır telefon almak soğantım şu telefon bazar turvatı be. Yani bir işin çeki olaydı. Ne bulurdu biz? Azırak bir gap sözlerini anlap ben be. Hiç bir görüşüp olamadık.
Şuna bebigen bir körsep beşkital tamak değişkez bir paranlısil digen. Vaxtları var mıdır, yok mudur dep. Bek Pek moyum geplikdi yakan. bek di köreşmesek bolmaydığa istep kamağı. Ben şu hazır ama telefonum bek işlemey. Ben telefon almaştığıl kelgen. Miyadi yine yaşlı doktorxana barmak deydim. Ondan sonra şu boşkandıra plan kilem la. Maqul, naşaktırıp bulam öteş bir körsep beşkital tamak değişkez değişmez ama bugün demsem bolmaydı. Yaxşı doma. Maqul akma. Onu kapama isteyerek kelse jo. Boldu boldu Yaxşı nazırlan barıyorsun bari. maqul. Maqul Gerçek maqul. ben nasıl bile şey yapıp Marketni o çıqqımızaq hamını kesini yaşasak ölüm aşkar olada bu götüremisan sangıltı oldu bu sangılacakma işi bu bunda tuğsa anda miktar vakti demigen gepni kanda vakti hemen bana ait oldu. Nim moyum gibi vağı gitti. Ma aldırgan çağda jep kemmede. Telefon kırıp bakay ya. Moyum gibi vardı. Biraz şoğamadı. Vay aga. Vay. Kep bulamılı o. Bana kilometre azdı bana sama Ondan nasıl bakıp sıraydı mı? Kaçı 8. yazısta. Ne boldu bak buna. Ben daha sonra 8. maçı. Maqul. Daha sonra makla. 8. yazı rasta kayaklık var. Esmiş ma bulandı köşüma. Ma rahmet ma. Şu olsun otta da aynı. Salam. Sizlik Cizlak maka ma selamet ciddi olma, olma aptan şimdi olma. selametullah ve Açam işbal çiçti cizlak olma. tutan Kese kese. mesela. Nim ciddi gep taka bu adamni ciddileştirip etlen nim işi oğanı depmem mi? Şu demisen bolmaydigan bir gep söz chiqib qoldi desa pek demisen bolmaydigan nalet ma şekillenip qoldi. Şu gepni men size demesem emmeyle tang ziyan tatiydigan bir iş chiqib qoldi. Echiri baskom chayna. Şu nemde hazırlık kanda deyiş, kanda tushundirishimni bilamadim endi bu demey desem Jürkem köyde dey desem tilim köyde. Endi şununla zar bir tikilinish olib qoldi. Endi shunda bo'lsin endi nima gapni sizlar to'g'ri tushunib qildilar ansashmi. Gapning oyog'i chiqib bog'icha faqat bilamanda chechildigan, hayajonlandigan, ishni qilmay gapni deyilib bo'lgandan undan keyin o'ldirmay barishda maslahatda bir ish